yog'li joylarni bosyapti. O'shalardan mochkichilar mana bugun osh yeymiz. Hozir ham kamida bosh kishini yeb kelgan. O'zi shu siz ham birga ham shu qo'lingizni o'sha yerga tiqmasangiz ham demoqchiman. Endi sal ko'p ko'rgan odam nima qilyapti ekan bitta qo'lda. 24 soatligi ham bordi. Bizning yoshligimizda ham bo'lardi o'zi bu narsa. Eshik uxlab ketardi. Eshikni uxlab Ertalab ochiladi. Noch bo'lardi. Hozir boshida o'sha tomsuva bo'ldi bir ikkita, уже bu faoliyat turizishga baribir rasxodlar bor, boshqasi bor, уже pullikka o'tganmiz ancha bo'ldi. Endi yo zaring bo'lsin, yo zo'ring bo'lsin deydi. Yo'q. Masala mana degan blogerga ham qarshi chiqishyapti-da. Pensiya so'rab olib, pensiya olasizmi? Pensiya olaman. Qancha olasiz? Faqat topgan bor pullardan. Jimtir. Pensiya 1 million 20 ming mikin, 1 million 35 ming mikin tushadi. Prezident bilan uchrashib qolsangiz nima so'raysiz? O'tdan gaplashamiz sho'tdan. Qidiring muqaddam. Qidirasiz sho'tdan. O'tdan nima? Ayyo. O'tdan podcast. Xullas, assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar. Bugungi O'tdan podkastimizni boshladik. Bugun demak yana sizlar bilan men Bahodir Ubaydullayev hamda Ulug'bek Mamatxonov. Shunaqa deb boshlab olmasam. Assalomu alaykum. Dan boshladim so'zni. Assalomu alaykum. Boshlab olish kerak tezroq. Hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, tuzimsiz? Muncha shoshilasiz, ha? Endi shoshilish kerak edi. Nimaga shoshilyapsan? Biz hozir Centro studiyadamiz. Bilasan. Bu yerda ham o'ziga yarasha chegaralangan vaqtlari bor. Bitta saramasdan klient, bularni klient rosa ko'p. Centro studiyada o'zini soatlari bo'yicha kelishadi-da. Hozir o'tirib necha pul berishdi, shuni o'zi mana hozir qarang, soat 9:42 biz 9da start berishimiz kerak edi. Yo, necha pul? Ulug'bek kecha qolmaganda hozir reklamaga necha pul olding? Reklama. Yo joydan tiqib ketyapsan-da. Ishing bo'lmasa unisi bilan undan ko'ra mehmonni tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Demak, mana do'stimiz o'zlari haqlarida qisqacha ma'lumot beradilar. Endi aslida o'zlarining auditoriyalari bor. Mashhur inson, Birkam dunyo blogi asoschisi Ismatilla Muhriddin. Muhriddin aka, xush kelibsiz podkastimizga. Lekin ijtimoiy tarmoqlarni bangillatyapsiz. Qoyil qolmayman. Rahmat. Har xil ijtimoiy so'rovnomalar, reklamalarni ham qotiryapsiz, polni yani yog'li joylarni bosyapti. O'shalardan gap. Mochkichilar mana bugun osh yeymiz. Hozir ham kamida bosh kishini yeb kelganlar. Yo'q, kecha obed yedik, Ma'ruf mochkichirdan yeb keldik. Ana reklama ketdi. Ma'ruf aka, buni pulimiz. Ma'ruf mochkichirlariga boringlar. Yangi yo'lda. Anaqalar ham yoqib ekan, operator ham yoqib qo'yibdilar. Telefonni ham yoqib qo'yishdi. Bugun demak podkastdan chiqib mochkichiriga boramiz demak. Energiyasi kuchli bo'ladi-da. Yaxshi. Nimaga Birkam dunyo? Bizda ikkita tanlov bo'lgandi. Ezgulik stab bilan Birkam dunyo bo'ldi. Endi menga ma'qul kelgani Birkam dunyo bo'ldi. Endi menda ozgina nuqson borligi uchun, bitta qo'lim yo'qligi uchun Birkam dunyo menga ma'qul keldi. Shu bilan bog'langansiz. O'zi shu siz ham Birkam shu qo'lingizni o'sha yerga tiqmasangiz ham demoqchiman-da. Endi sal ko'p ko'rgan odam nima qilyapti ekan bitta qo'lda degan maqsadda Birkam dunyo o'zimizga yoqdi. Siz o'shuna qo'dablik aytingni. Sizlik bitta qo'lda qotgan ish, men bitta qo'lda qoldim. Ko'p aytaman. Ko'p aytaman. Pulni trendimiz ayyo'da. Yaxshi. Endi hozir qanaqadir bizga o'xshash deysiz ham blogingizni har xil yo'nalishlarda ijod qilyapsiz. Ijtimoiy masalalar ham bo'lyapti. Nima endi polni shunaqa ketadimi yo bir qanaqadir yo'nalishi bor? Asosiy yo'nalishingiz qanaqa? Yoki nima o'zi reja? Hammasi bitta blokdan ketyapti. Shunaqa endi asosiy rejalarimiz imkon qadar ko'proq nogironlarni olib chiqish, imkoniyati cheklanganlarni olib chiqishida, shu sharoitlarni ko'rsatib, o'ziga o'xshab ijtimoiy nogironlarni shuni olib chiqib, shunaqa edi maqsad. Jamoatga qo'shish. Hozirgacha deyish qancha o'sha nogironlik bo'lgan shaxslarni olib chiqdingiz? Qancha odamni olib chiqib, qanaqa foyda bo'ldi? Qanaqa foyda bo'ldi? Qancha topasiz? Yo'q. Hali bu savolni bittada bermay endi. Hali bemalolmiz, hali unga ham o'tamiz. Hali ko'p unaqacha ko'p. O'zingiz aytdingiz, tezroq bo'linglar, Centro tezroq boshlaylik dedim. Mayli, hozirgi paytda qancha shu nogironligi bo'lgan shaxslar olib chiqdingiz? Hali unaqa ko'p olib chiqmadik. Bitta o'zimizda shu tennis, para stol tennis jamoamiz bor edi, shularni olib chiqdik. Endi
bu yerga rejalar bor. Ularni ham bitta olib chiqib, o'zimizga o'xshagan shu ishlayotgan, hayotda tirikchilik qilib yurgan, birovdan yordam so'ramasdan, ehson so'ramasdan ishlab yurgan nogironlarni bir ikkita rejalarimiz bor. Ularni olib chiqamiz. Hunarmandlar, ishlayotganlar, tadbirkorlar, mana shunaqalarni olib chiqish niyatimiz bor. Zo'r. Lekin mardikorlarni ham olib chiqdingiz bir marta. Qoyil qoldim lekin, yaxshi. Aha, endi ular hattoki biz shu mardikorlarni, kosibchilik ham qilib ko'rdim. Endi ozgina yordam berdik-ku. Endi oddiy odamlar ham ishlab tirikchilik qilyapti. Aravakashlar ham, misol uchun arava tortadiganlar ham o'zimiz Yangiyo'l bozorida o'zimiz ham bir kun tortib ko'rdik. Yordamchilar bilan birga arava tortib. Necha pul 170 ming ishladim dedingizmi? Qancha ishladingiz? Shunaqa 170 mingmi, 180 ming qanchadir ishladik mana. Bir qo'lda Arava tortdik, endi yordamchi bo'ldi, operator qarashi boshqa qildik, ishladi. Ishlasa bo'lar ekan arava tortib ham yaxshi bo'lishi. Bir qo'lda 170 bo'lsa, ikkita qo'lda 340 ming topar ekansiz. 300 ming, 400 ming. Lekin yaxshi barcha topishadi ular ham. 5-6 minggacha topishar ekan. Endi ular aybi yo'q, xudo qaraganda tirikchilikda bo'lsa, hamma tirikchilikda Endi qilsa. bu ham bitta kasb. O'sha kasb, har bir kasb o'zi yaxshi egallasa, yaxshi topadi-da, topishi ham. Shunaqa endi yaxshilab chin ko'ngildan ishlasa bo'ladi. Demoqchi bo'lganim halol mehnat qilib topsa bo'ladi-da. Hozir yangi yo'lda pulini o'zingiz yangi barakasi yo'ldaymisiz? O'zim yangi yo'l. Yangi yo'ldasiz, yangi yo'l bozorida o'sha narsa olib chiqdingiz. Yaxshi. Hozir Toshkentda qanaqa endi anaqalarni olib chiqasiz? Yo'q, shaharga hali chiqmadi. Shaharga hali chiqmadi. Asosan o'sha yerda. Asosan yangi yo'lda, biz ijodimiz yangi yo'lda hozircha. Blogerlikdan tashqari yana nima ishlar bilan shug'ullanasiz? O'zi asosiy kasbingiz bormi o'zi qanaqadir? Kompyuterxonam bor. Shu o'yinxona, shu yerda. Game klub. Game klub. Biznesmen. Men o'zbekcha aytaman, game klub deyman. Game klub. Game klub. O'zi game ayiqchalar demasdi. Xuddi shunaqa. Game club. Shunaqa deb yozishuvdi, ayiqchalar deb. O'sha game klub ishlataman. Yaxshi. Hop, nechta odam qabul qila oladi endi bitta vaqtda game klubingiz? Game klubimizda bir 28 ta kompyuterimiz bor. Oho. Kompyuter o'zi? 7 ta kichkina xonamiz bor, PlayStation xonalarimiz bor 7 ta. PlayStation Yangi yo'lda. 3-4. Mayli, adresini ham aytib keting endi, shunchasini Endi ko'pchilik o'zi mijozlar biladi. Zo'r emas, oddiyroq shunaqa variant. O'zini auditoriyasi bor. O'zimiz klientlar bor. Qo'ymaysiz ham, qo'ymaysiz. Hozirgi paytda o'zi yaxshi o'zi achara quvvatga ishlarda bittasi o'zi PlayStation, Game Club, o'sha hammasi o'zi hozirgi paytda yaxshi quvvatda yaxshi ketyapti narsa. Ichani ota-onalar kelib qolmaydimi bolasini qidirib? Yo'q, endi asosan mahalla hammani taniymiz, boshqa qilamiz. Maktabdan chiqqanlarni yarim soat, bir soat. O'zinglar ham nazorat qilsanglar kerak. Nazorat qilamiz. Bolalar. O'zimizni oiladagina ham maktabda ishlashadi, kim keladi, kim ketadi, hammasini nazoratga qilamiz. Kechqurun asosan kattalar. Chunki bitta ikkita o'rtoqlar aytgandek, ota-onam bilan urushib qoldimdek, shartda chiqib ketdimdek, bor kompyuterxonada yotib qoldim, bir balolar. Unaqa kompyuterxonada vaqt o'tkazdim. Unaqalar ham bo'lgan, yozib yuborishgan ham, boshqa ham qilishgan, jajalan qilib kelishgan, yosh bolalar qiziqib pul o'g'lab kelgan jarayonlar ham bo'lgan, boshqa bo'lgan. Yosh bolalar qiziqadi, uni ham ko'p pul olib kelsa nima olib kelding, qatdan olding so'rab, oyisini yo dadasini nomerini topib gaplashib bana qilamiz. Nechigacha ishlaydi endi u? 24 soat. Yo'q, hali 24 soat ketadi. 11-12 gacha ishlaydi rasman. 11-12 gacha. Rasman. Hozir rasmiy 24 soatligi ham bordi. Bizning yoshligimizda ham bo'lardi o'zi operatsiya. Eshikni qulab ketardi. Eshikni qulab ketardi. Noch ochilardi. Noch bo'lardi. bo'lardi. Hozir ko'pchilikda noch yo'q lekin. Noch yo'q. Noch yo'q. Endi baribir bo'lmagani ham yaxshi deb o'ylayman, to'g'risi. Endi unga o'zim ham qarshi. Normal odam baribir uyida uxlash kerak. To'g'ri. Kechqurun uyqu ham boshqacha bo'ladi. Juda ham yaxshi. Endi mana kontentlaringizni kuzatib boramiz, boshqa qilamiz. Xayriya bilan ham shug'ullanyapsiz-da? Xayriyani ham olib chiqamiz. Turibmiz, ko'p emas, bitta ikkita qo'ydik. Endi hozirgi paytda biz bilyapmiz, xayriya bilan shug'ullanish ham qonunchilik tomonidan ham qanaqadir qiyin bo'lib qoldi. Shunaqa. Sizga qanaqadir bir chiqib pretenziya nimadir yoki hisobot so'rab, qani nech pul tushirding, nima qilding, qanaqa qo'yding deb. Yo'q, hali chiqishmadi. Organlardan chiqishmaydimi? Yo'q, hali chiqishmadi. O'zi bir dona o'zim plastikam qo'yib, shu mahallamizda Muhammad Yusuf degan bitta bolani qo'ydik. Endi bolani begarasi bo'lmaydigandek, haligacha ancha bo'ldi qo'yganmiz, haligacha homiylik qilib ovqat yeyolmaydi, shunga kashasini olib berib aniq turibmiz. Lekin hali hech kim chiqmadi, e'tirozda bo'lmadi. Endi baribir buni ham qanaqadir rasmiy tomonini o'rganib qo'yish kerak ekan. Shunaqa endi nazoratda bo'lar ekansiz. O'zi aslida nima bu qanaqadir qonunga o'zi mana misol uchun mana bagiya bittasi chiqdi deylikda.
Bahodirga shu o'g'li bash kasal, bashtaqa qilsa, hech qanaqa xorigi o'zi hech qanaqa joyi yo'q bu yerda. Yo'q, qonunga anaqa joyi yo'q. Joyi yo'q, Hozir mashinalar ko'payib ketdi. Sizni feysingizdan, yuzingizdan foydalanib, plastikni o'zgartirib qo'yib o'zlariga tushirib olishadi. Keyin u odamga aytadi, plastikka kodini aytib yuboring, yoki kod boradi, sizga pul tashlamoqchiman deydi. Kodini aytsa pul yechib oladi. Biz o'zimizdagi, yon atrofimizdagilar ham bo'lgan. Sizga mol chiqarib yuboraman, kodini aytib yuboring, yo'qsa 500 ming tashlab yuboring, 1 million tashlab yuboring, yo'l ko'raga sigir chiqarib yuboraman, nas chiqarib yuboraman, dastavkasiga berish kerak deb shunaqa mashinalar sizdan foydalansa, siz yuzdan foydalanib, undan pul yechib olsa yoki kartasini qo'yib olsangiz, sizga javr bo'ladi, siz chaqirishadi keyin. San qo'ygansan, anaqa qilgansan deb. Ya endi baribir uni ham misol uchun bitta ikkitala shunaqa chiqib ketdi-yu, necha milliondir pul kerak, u bu deb olib chiqadi, lekin aslida undan kichkina summa talab qilingan bo'ladi-da. Qanaqadir o'sha holatlarni ham nazorat qilish uchun nimadir choralar ko'rilyapti-da, baribir. Keyin aytishdi, mana Shavkat Zulfiqor degan bloger bor, mashhur xayriyachi. Misol uchun o'sha ham qanaqadir to'xtatyaptimi, shunaqa deyishdi-da. Vaqtincha to'xtatdi deb eshitgan. Sababi endi normalniy auditoriya bor, katta masalan ishlarni qilishdi-da, misol uchun yo'q berish bo'ladimi, operatsiyalar boshqa yaxshi anaqa yuryapti-da u ham. Yaxshi pul yig'iladi. Endi qanaqadir baribir xalq tilida aytadi, tortib qo'yishdi deydi. Shunaqa nazorat bo'laveradi, nazoratda bo'ladi. Endi hammasi o'zi oldin ham nazoratda edi, endi sal kuchaytirildi. O'sha mashinalar ko'payib ketganiga shuni kuchaytirildi nazorat. Tushunarli. Endi boya gaplashganimizda kelayotganda muhokama qildik reklama masalasini. Tezja endi reklamaning maqsadi ham shu-ku, odamlarning ishtahasini uyg'otib yuborish. Shunaqa. O'zi qanaqa endi reklamalar ko'proq o'zingizni tanishlaringizni qilyapsizmi? Mana shu olib chiqyapsiz reklamalar. Ular sizni tanishlaringizmi, misol uchun поддержка uchun olib chiqyapsizmi yo уже nima deydi? Mulla jiringini olib deydi. Yo'q, boshida Tomsuvobi yo. Boshida o'sha tomsuvo bo'ldi bir ikkita, uje bu faoliyat yurgizishga baribir rasxodlar bor, boshqasi bor, uje pullikka o'tganmiz ancha bo'ldi. Pulli sistemaga o'tdi. Reelsni ish bo'ldi qo'yadi. Yo'q, so'raylik. Masalan, so'rayapmiz. Istoriya qancha? Hazil aralashtirib so'rayapmiz. Mendan so'rayapsiz, o'zingiz qancha o'zingizcha olib borasiz do'konlarni bir narsalarni. Bizni tanqid qilamiz-ku, biz ancha reklama. Yo'q, shu tanqid qilib do'konning ichida tiqib ketyapsiz, mana studiyani tiqdinglar reklamaga. Ya reklama bo'lib buni. Centro Studio. Ya'ni baribir hozirgi paytda istoriya oz va reels qancha raqis baribir. Postga qo'yishimiz, reelsimiz hozirda 1 million so'm bo'lyapti. Istoriya 300 ming, 400 ming anaqasiga qarab. Yaxshi lekin. Boshlanish $dollarda qilib qo'ymizmi? $100 reels bizda. Endi hali bizda bor. Hali dollarga chiqmadi. Endi sekin. Dollar tushib ketyapti. Chiqib ko'tarilsa, keyin dollarga ketadi. Mayli, barakasini bersin. Barakasini bersa, yaxshi baribircha ular anaqa. Chunki bilamiz, hozirgi paytda oddiy kichkina mana telefonda olishi o'z rasxoti bor. Ochiq gap. Shunaqa komanda ishlaydi. Chunki mana biz ham vayrlar olamiz, ochiq gap. Shu yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz, kerak bo'lsa taksiga ketadi, qornimiz ochadi, suv ichgimiz keladi. Endi mana o'shalar ham pulga keladi-da, hammasi. Ayniqsa baho chidolmaydi. O chanqab ketyapman. Barbeka olib deyishadi. Qornim ochib ketyapti. Ya bizning ishimiz osonroq. Baho o'zi ham hali oshpazda, food bloger ham. O'tib bir imkoniyat bo'lib qolganda o'ziga pishirtirib olamiz. Xarajatni ham o'zi qiladi. Daqiqalar xarajati. Sharoit yo'q joylarda baribir kirasiz boshxonaga, boshqa shunaqa baribir masalan oddiy lokatsiyaga o'tkib borishga ham normal pul ketib qoladi. Mana bunaqa yog'ingarchilik kunlarda ham, boshqada ham taksida yurishga majbur bo'lasiz-da. Bilasiz, yog'ingarchilikda Yandexlar qancha ko'rsatadi? Yandex boykot bu deyishdi. Bu kim qildimikin shuni boykot? Narxini tushirarmidi? Menimcha foydasi bor shakil u. Bizda o'zi shunaqa. Nabarot bitta anaqa eshitdim. Kunuzdami qayerdadir chiqardi. O'sha Yandexda boykot e'lon qilinadigan kun 15-dekabr bo'ladi-yu. Aslida 15 mingtami shofyor ko'proq ham chiqibdi dash. Shunaqa.
ishlayotganlar Ha, boshqalar endi mayli, hozir bugun odamlar chiqmaydi, bir chiqsam normalniy bosib olaman degan. shunaqa ham bo'ldi. Bizda bu bor-ku, vaziyatdan foydalanib olish degan narsa. Qani, siz bizga savol bering endi. Nima Boya aytayotdingiz, faqat sizlar savol berasiz. So'rayotganlaringiz so'rab oling. Mayli. birinchi pulli temadan qiziqdi. Pul sizlarning reklamalar qancha? Siz ham o'zingiz yurgizasiz, blog yurgizasiz. Bizlar reklamalar qimmat. Ya o'zicha hali to'g'risini aytsam, mana shu kungacha, mana shu podkast olinayotgan kungacha unaqa hali pulli deb reklama unaqa olmaganmiz. Lekin o'sha kommersiy taklif so'rashadi-ku, misol uchun bir nimadir olib beringlar u bu deb, masalan, uni ham har xilda obzorniy bo'ladigan bo'lsa boshqacha. Misol uchun mana obyektlarni olib chiqdik-da, nogironlarga sharoit bo'yicha masalan. Ha, shu ko'rdim, mashhur ketdi o'shanda mashhur. Misol uchun shu niyat bor, o'shandan reklamaga klient topish. Chunki masalan, любой eng zo'r reklama anti-reklama-da. Mana tanqid qilib olib chiqyapmiz, qani bir tadbirkorlar masalan bel bog'lasin-da, sharoit yaratib bizani chaqirsin, bizani obzor qilib beringlar, biz sharoit yaratgansan bo'ldi. Reelsga 500, istoriyaga 100 ham bo'lib turadi hozircha. Endi o'zimiz hozircha ishimizni shunga baholayapmiz-da. Shunaqa. Mashincha bersang, obzorniy reklama qilib beramiz. Agar vayinli masalan reklama bo'lib ketadigan bo'lsa, 300 larga ham olsa bo'ladi. Balandroq qo'yib yurish kerak ekan. O'shanchalik 1 million demanda $100 deysiz. Chaqirish bor, apparatlar bor misol uchun. Yaxshi agar unga sifatli so'rash talab qilishi mumkin. Sifatligi o'ziga yarasha o'sha apparat ham keladi. Lekin eslatib o'tamiz, kuzatuvchilar, bu hozircha shunaqa bu narxlar, ertaga boshqacha hozircha. ulgurib qoling. Sekin, Ulgurib sekin, qoling, sekin. aksiya bo'lyapti bizda. Hozir shu ham chiqib turaversa ulug'bek. Lekin mana Centro Studioni ular bizga sharoit yaratishyapti. Birgalikda ishlayapmiz, poddershka qilishyapti. Rahmat kattakon. Lekin katta rahmat Centro Studioga. Haqiqatda Centro Studio Ijtimoiy reklama. ijtimoiy reklama mana endi ochiq gap. Mana misol uchun kerak bo'lsa, bemalolga xohlagan uslubingizni dizayn qilib berishadi. Mana shu kichkina xonani Zo'r ekan. xohlagan uslubda mana orqalida daji kerak bo'lsa, Vaynlab eskicha tashlasa ham uslubda ham Milliyki ham. millicha qilib bersa ham bo'ladi, xohlasangiz ham reportajlar qilsangiz bo'ladi. Xohlagan uslubingizda nimadir qilib berishadi. Shundoq uzoq emas, shundoq Oybek metroni oldida. Oybek metroni oldi Centro. Unda o'tiradi Oybek aka. Oybek o'tiradi. Oybekda Oybek ekani topib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Endi yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Mana hozir farzandlaringiz bilan ham chiqyapsiz videolarda. Qanaqa o'zi oilada masalan qabul qilishadi blogerligingiz? Men to'g'risini aytsam, boshida yaqinlarim sal qanaqadir uncha ishonishmaganda bo'lib ketishiga, endi bir ermay qo'yaptimi degan fikrlar bo'lgan. Keyin o'zgardi-da masalan fikrligingiz. Qanaqa qabul qilishadi? Uydagilar asosan bolalarim olib chiqaman. Bolalarim ham qiziqishi bor, chiqishadi, boshqa qilishadi. Reklamalarga ham kecha Bilisnomaga istoriya qo'ydik. Chiqishadi. O'g'lim ham, qizlarim ham yaxshi ko'radi. Chiqishadi, chiqib berishadi. Oilam qarshi emas. Oilam menga shunaqa qilmoqchiman. Ko'ray, nima deysizlar? Sog'liq bunaqa nimadir qilishim kerak desam, katta podishka berishgan. Ota-onam davay qil, biz yoningdamiz deyishgan. Ayniqsa akam davay qilib, ishingga yordam beraman. Syomkadan bo'lsa chiqib ketaverasan, men kelib o'rningga ishlab turaman. Qilish kerakmi? Qilish kerak deb uydagilar katta yordam berishgan. Uydagilar qarshiligi yo'q. Endi qarshilik bo'lmasligi mumkin. Prosta demoqchiman, hozir tendensiya shunaqa-yu, odamlarga masalan nimadir desang, hali o'ylaydi-da, hozir bloger ham ko'p deydi, boshqa deydi. Keyin misol uchun menda ko'pincha mana oila a'zolarim qo'rqadi-da, mana yo'llardan o'taman, misol uchun-da. Monitoringlar qilayotganimizda o'g'lim ham даже aytadi, "Ada shunaqa o'tmay yo'ldan, men ko'rib qo'rqib ketdim." Bu yoq deydi-da. Qanaqadir mana shunaqa tomonlari ham bor. Ozgina tanqidiy nimadir videolar bo'lib qolsa, ayolim aytadi, "Sizga kerakmi? O'zingizga dushman orttirasiz.
u yog'ida bu yoqda man xavotirda o'tiraman. Bu lekin sizga nimadir qilib qo'ymaydi. Voqmadi. Bizda unaqa qilmaydik. Bizda deyarli sog'lomman yuraveramiz. Bizda unaqa muammoli ishlar bo'lmadi hali. Shu an so'ramoqchi edim. Hali siyosatga aralashmadim. Yo'q, shu an sizdan so'ramoqchi edim. Hozir targ'ib sentr olib chiqdinglar, Akbar almidi. Ha, O'shanda hech kim chiqmadimi? Nima bu yerda olib chiqding, nima qo'yding, boshqa qo'lding deb. undan keyin bitta Dilshod degan yigit bor. Hozir blog yurg'izadi. U ham olib chiqdi-da, bizani videoni o'sha qismlaridan bitta kesib gapirib olib chiqqan ekan. O'shandan keyin ham ancha o'ta bezovtali bo'lgan, xullas borishgan. Menga o'sha Ahrani bola telefon qildi. Birinchi Ahmaralga yozgan ekan, keyin Ahmaral aytgan, "Yo'q, Ulug'bek aka bilan gaplashasiz, bunaqa masalalarni ular hal qiladilar" deb aytgandan keyin menga yozdi. Undan endi kechirim so'rab yozganda. Keyin meni ishdan bo'shatib yuborishyapti, undog'ida, bundog'ida. Janubiy vokzaldagi ishmi? Ha, Vega markaz. Yo'q, narigi undan oldin olib chiqdinglar. Oldingisini aytayotdi. Qaysi edi? Oldin olib chiqdinglar. Kalaskelada Kalaskelada. panduslarni olib chiqdinglar. Katta targ'u. Katta targ'u. O'sha Vegani men tushunmayman. Yo'q, narigisi bor-ku. Mega Planet. Mega Planetmi? Hoppa. Voy, qildim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Akmaral bilan biz Mega Planetdamiz. Qanchalik sharoitlar yaratilgan. Infratuzilmani o'rganamiz. Bu yerda mana ko'ryapmiz, taksil yo'lakchalar yo'q. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulay sharoitlarni yaratish qonunchiligimizda aniq va ravshan qilib talab sifatida belgilab qo'yilgan. Voy, qildim. Sharoit yaratishga intilar ekanmiz, nogironligi bo'lgan shaxslarni mustaqil harakatlana olish imkoniyatiga ega bo'lishlari bunda alohida o'rin tutadi. Yugurib o'tamizmi, yoki sakrab o'tamizmi? Mehribon xalqimizning yordam qo'lini uzatishi bilan biz nogironligi bo'lgan shaxslar ayrim sharoit cheklovlarini aylanib o'tishda o'zimizda kuch topamiz. Orqasini bosib ko'tariladi oldin. Aha. Davlat va nodavlat sektor vakillari nogironligi bo'lgan shaxslar uchun o'z inshootlari va tutash hududlarda sharoit yaratilishiga majburiyat sifatida emas, balki-da korporativ ijtimoiy mas'uliyatni bajarishga qaragandek yondashishlari kerak. Hoppa. Xohlaylik. Bu pandusda tutqich bo'lish kerak o'zi, lekin bu yerda yo'q ekan. Tutqich faqat nogironligi bor insonlarga kerak emas, qari insonlarga ham, bolachalarga ham kerak bo'ladi. И pandus juda ham silliq burchatkasi. Уже mana chiqa olmayman men. Silliq bo'lgani uchun orqaga ketaman. Monitoringimizning davomi keyingi videoda. Like, podpiska, kommentariya, podelиться. Biz bilan qoling. Akmaral bilan ko'rishib oldik. Yo'q, o'tda lekin hech kim chiqmadi. Bosim bo'lmadimi? Yo'q, hech qanaqa bo'lmadi, lekin Videoni olib tashlab boshqa qilib. yo'q, unaqa bo'lmadi. Hech qanaqa to'g'risi effekt bo'lmadi. Men qoyil qolmadim to'g'risi. Qaranglar-da, mana savol sizlarga, mana blogerimiz baribir. Mana shu savol juda ko'p qiynaydi. Mana prezidentimiz o'zlari mana shu blogerligi nima chiqarganlar, qaror chiqarganlar. Bemalol, ochiqlik, shaffoflik deb to'g'rimi? Xohlagan joyimizda kamera bilan kerakmas telefonga kirib olishga haqqimiz bor. To'g'rimi? Bu narsaga qonunda zapret yo'q. Shuni bila turib qarshilik qilishadi. Yana kim o'sha tashkilotda, o'sha misol gipermarket bo'lsa, gipermarketda yuristi, yana ular do'lik qilishadi, 102 qilib turishadi. 102 ham kelib sizlarga qarshi, bizga qarshi chiqadi. Nima sababdan shunaqa men tushunmayman. Endi yo zaring bo'lsin, yo zo'ring bo'lsin deydi-da. Yo, masalan, mana degan blogerga ham qarshi chiqishyapti-da. Endi baribir odamlarning ongi o'zgarmayapti-da. Eskicha fikrlashyapti, ochiqlik. Masalan, mana biznes deylik. Misol uchun, agar любой biznesda ham nogironligi bor odamlarga sharoit yaratilsa, bu qo'shimcha bozor ochib beradi-da o'zi. Misol uchun, mana O'zbekistonda rasman 1,60 million dan oshiq nogironligi bor odamlar bor.
yashaydi fuqaro. Katta bozor-ku bu, masalan, xizmatlaringizni nima deydi? Katta auditoriyaga ko'rsatsangiz, bu raqobatda ham qo'l keladigan narsa-da. Endi men bunaqa kamchiliklarni olib chiqishga to'g'risi sal qo'rqib turibman lekin. Ochiq aytib qo'yaman. Qo'rqib turibman. Ya qo'rqish kerak emas. Biz sizni katta bloger chaqirib olamiz deydi. Yo, o'zicha bu yerda ham bunaqa narsa bor-da. Biz bunaqa videolarni olib chiqishimizda o'zi ularning interesi bor. Biz ularga masalan nima qilib qo'ymading deb girbonni olmaymiz-ku. Biz naborot ularga ko'rsatib beramiz. Masalan, mana ma'mullikda noto'g'rilik bor. Shuni buna qilib qo'y. Misol uchun maslahat beryapmiz-da. O'shandan ular foydalanish kerak. Masalan, video qilib olib chiqdikmi? Ko'rdimi? Haqiqatda davay shuni anaqa qilaylik, bir to'g'riliklikda keyin telefon qilib aytaylik. Yana bizani olib chiqsin, masalan, olib chiqamiz agar deylik, o'sha Megami, Vegami, Luboy ham masalan biz olib chiqqanimizdan keyin sharoit to'g'rilab qo'ysin, chaqirsin, biz sizlar aytgan kamchiliklarni to'g'rilab qo'ydik, desin, borib olib chiqamiz. Misol uchun, afsuski sharoitlar ko'pincha to'g'rilanmaydi, kamchiliklar to'g'rilanmaydi. Sekin-sekin odamlar baribir tushunib yetadi. Misol uchun uncha joylarda sal buni interesga aylantirishni boshlashdi. PR-da ham foydalanishyapti, nogironlik masalasida. Misol uchun mana Safiya ishga oldi yoki yaqinda mana Kapital bank bilan ishladikda. Kapital bank polniy o'sha bankida sharoit yaratdi-da. Pandus, misol uchun pandusdan ko'tarilib borasiz, sizga ichkarida qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, knopka bor. Tirs bosasiz, sizni oldingizga odam chiqadi, birga sizni kuzatib yordam berib. Misol uchun shunaqa o'zgartirishlar qilib, mana shuni reklama qilishyapti-da, hozir PR qilishyapti. Shunaqa. O'zi tadbirkorlarga yo tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan nogironlarga ham agar ishlatsa, adashmasam, normalniy katta imtiyozlari bor. Endi mana ma'ruf moshkichirida bormi sharoit? Bor sharoit. Panduslar bormi? Yo'q, endi yaqinda ochildi, unaqa panduslari yo'q lekin. Nega boramiz? Unda boramiz. Yo, birinchi borib moshkichira yeb kelaylik. Moshkichira yeylik. Moshkichir, mani moshkichir. Avval taom deydi. Oybekda ham trendga chiqib unda. Yo, endi nima desam ekan, hozir shu narsaga rivojlantirib olib kelmoqchimiz o'zi. Любой joyga, любой moment borib qolishimiz mumkin. Kuzatayotganlar, bu marojniy-xona bo'ladimi, restoranmi, kinoteatrmi, favqulodda kelib qolsak xafa bo'lmaylik. Sharoit bo'lishi kerak, sharoit qilib qo'ysa, o'ziga yaxshi, zo'r reklama ham bo'lib ketadi. Endi bu qanaqadir baribir vijdon amri ham bo'lishi kerak-da, sharoit. Misol uchun, odam обязательно boshiga tushishi kerak emas-da. Misol uchun, nogironlikdan hech kim himoyalanmagan, kafolatlanmaganda, что nogiron bo'lmaydi. Misol uchun, mana sizda ham nogironlik holati orttirildi, to'g'rimi? Shunaqa. Favqulodda, masalan, 7 uxlab tushingizga kirmaganda. Mana odamlar bizda qanaqadir mashq temalarni qilishadi. Rivojlantirib, misol uchun katta kompaniyalarda ham bundoq qiziqib ko'rsangiz, o'shalarni yo o'zini nogironligi bor, farzandi bor, yo ota-onasida, yo amakisi, yo kimdir qarindoshlaridan bo'ladi-da, o'sha narsa befarq bo'lmaydi. Endi обязательно, misol uchun tadbirkor boshiga tushish shart emas-da. Чтобы sharoit yaratish uchun любой moment, masalan, shu odam o'rnida men bo'lishim mumkin degan fikr bo'lishi kerak odamda, menimcha. Mana qonunlar ham baribir misol uchun talab qilgani bilan bu har bitta tadbirkorning o'zini vijdonini buyrug'i bo'lishi kerak-da. Mana shuni qilib qo'yay deb. To'g'risi, mana yaqinda ikkita restoranlarni ko'zlayapmiz. Bir hazil-huzul qilamiz, diskotekaga bormaymiz ham, bir monitoring qilamiz. Nogironlarga sharoit bormi? Voy, trendga chiqib ketadi. Axbaral deb qo'yadi. Voy, o'ynardik borib yo deb qo'yadi. Tun klublarga. O'sha kommentariyada yozilyapti. Nogironlarga balo bormi? Nogironlik. Uyda o'tirsa bo'lmaydimi, deb? O'ta. Haqqi bor, nogironni ham borish kerak. Yo, haqqi yo'q. Bor. Diskotekaga. Gapirayotgan savol. Sana bir mavzuga zo'rda. Nimasi?
Bo'tdan. Hozir aytayotdilar, ana bunaqa bilyard o'ynab ko'raymi ekan. Ha, bilyardga bor. bilyard endi boshqa narsa. U endi diskotek endi. Yo, odam-ku demoqchilarda, endi biz ham odammiz-ku, o'ynab ko'rishimiz kerak. Haqqimiz bormi? Anu tanspol deydimi, nima deydi, chiqib olib. Lekin polni trendda bo'lamiz deb. Endi bilmayman, sharoitlar yoki ham yordam berib yuborish, shofyorlarga, misol uchun avtobus shofyorlariga aytamiz, boshqalarimiz rosa hid qilishdi o'shani. Sallaga hech kim majbur emas yordam berishga. Bundoq. Ayniqsa insonlar aro gapi yoqmaydi menga aytishadi. Nogiron bo'lsa uyda o'tir, kimsani ko'chaga chiqishga majbur. Nogiron degani ko'chada yurish kerak degani emas. Doim uyda Ishlash kerak u ham. Bola chaqa boqadi uni ham misol uchun-da. Rasxodlari bor. Rasxodlari bor uni ham. Pensiya nimaga yetadi? Hop endi bu xurdirga endi o'z haqingizda gapiring. Qarang, endi oilangiz. Pensiyani so'rab olib, pensiya olasizmi? pensiya olaman. Qancha olasiz? Faqat topgan bol pullardan. Jimtir. Pensiya 1,20,000 mikin, 1,35,000 mikin tushadi. Qizig'i yo'q, game klub bor. Shunaqa tushadi, 1 million qancha ming tushadi. Barakasini bersa, endi ozgina endi oilangiz haqida bir endi aytasiz. Qachon qilgansiz, uylangansiz, qanaqa Nechta bolalaringiz nechta? Farzandlardan 3 ta, 2 ta qiz, 1 ta o'g'il. Kattasi 5-sinfda o'qiydi. Kichinasi 2-sinfda, kichinasi hali 3 yoshga to'lmadi o'g'il. Yosh 3 yoshga to'lmadi. Ha, yosh uylanganman. Shuni so'ramang, esimda yo'q lekin. Hali aytadi-yu, bir vaqt ko'rdim. Magazinga hali ikkita sevishgan keladi va kartamdan, mani kartamdan oling, bo'pti deb kodi necha desa, tanishgan chisloyimiz yilimiz deydi. 12 2012-yil uylangan bo'lsangiz, 22 yoshda-da, to'g'rimi? 90-yil. Uyga borsangiz trend qilar ekanlar. Gap eshitaman. Qaraytingchi, qachon to'yimiz qachon bo'lgan deb. Ozgina kuni esimdan chiqmaydi. Ozgina qistirsangiz kesib tashlaymiz o'sha joyini. Boshqa no'xona. O'zi diskoteka bilan o'zi anaqa bo'ldingsan o'sha. Anaqaga tushding. Radarga tushib bo'lding. Pul deydi. G'abba balo pul. Okey, qarang, bir so'raymiz endi, 90-ga oila a'zolari. 90 demayli, kelishib olganmiz, 90 demaymiz endi. Nogironligingizga nima anaqa qanaqa qarashadi uydagilaringiz? Yo'q, qanaqa normal qarashadi, chunki Haydab yuborishmadi-yu. Yo'q, ochig'ini aytaman, qo'lim borligida oddiy Matizda kira qilib bir narsa qilib yurardim-da, tirikchilik qilib. Mashina bemalol haydardingiz? Zo'rg'a kun oydan oyga mashina ham variantga olingandi. 3-3 ulab, ha. 3-3 bo'lib, zo'rg'a anaqa qilib yurardik. Endi zo'rg'a deganda qanaqa? O'rtaxon shu o'zimiz ortmasdik. Shu 2015-yil qo'l ketdi, avariya bo'ldik. Sentyabr oyida. Keyin ishonasizmi? Ishdan ancha zo'r bo'lib ketdi qo'l ketgandan keyin. Unaqa motivatsiya. Chop tashlash. Birinchi xayolimga shu narsa keldi hozir. Chop tashlamoqchiman. Bloger qaranglar, qaysi qo'li yo'q ekan, qaysi qo'li yo'q ekan. Ya endi imkoniyat cheklandi. Endi bir tomondan olsa, bir tomondan beradigan gap bor-ku. Ishlar do'stlarimiz ko'magi ostida ishlarimiz ancha yaxshi. Lekin men qoyil qo'yotganim aytasiz-ki, shu avtohalokatdagi o'sha qo'limga eslashni olsiz, ishlarim zo'r bo'lib ketdi deyapsiz. Ko'pchilik bunaqa holatdagi 3-4 yillar tushkunlikka tushib yuradi. Siz yaxshi o'zingiz bo'lgan ekan. Tushkunlikka tushmadik, chunki yaqin do'stlarimiz bor edi. Bir kun uyda o'tirsam, demak, do'stlar bor bo'lsa. Shu uyda o'tiruvdim. Hech qancha ham bo'lmadi, bir 15-20 kun bo'lib qoldi. Uyda chiqqanmiz, bir hafta pensiya yotganmiz, chiqqanmiz. Uyda o'tirib, kompyuterimiz bor edi, o'ynab, telefon titrab o'tirsam, chaqirishdi. Senga kira ham qila olmaysan, boshqa ham qila olmaysan, uyda o'tirasanmi, siqirib deyishdi. Bir oy o'tar o'tmas. Do'konlari bor edi, senga do'kondan shu yerdan joy qilib beramiz, sen o'zing ishlatasan. Mabodo ortsa berarsam, bo'lmasa yo'q deyishdi. Shu do'konni yig'ishtirib, o'zimiz oqlab kraskalab nomiga stol tennis qo'ydik boshida, o'zimiz mahallada. Shu kompyuterxona bo'lishdan oldin ikkitagina eski stol tennis qo'ydik. Allohman olbandam deb shu darajada ishlarimiz zo'r bo'lib ketdi. Bir 2016-yil sentyabrgacha shunaqa zo'r ishladik. Zo'r bo'ldi ishlarimiz. Keyin yana sinov kelib, PlayStationlar bir narsalar qilib tashlab deydi endi. Tennislar. Keyin yana bir sinov kelib qoldi. O'g'irlab ketishdi narsalarimiz. Taktika bilan.
kambag'alni deydi, tuyani ustini ham it qopadi deydi. Yana sinovlar keldi, boshqa bo'ldi. Shu darajada tushkunlikka tushib qoldim, yana nima qilaman deyishdi. Keyin bolalar shu do'kon saniki, nima qilsang qil deyishdi. Yana pul Boshidan boshlandi. Yana boshidan boshlab shu tennislarimizni olib chiqib ketmagan endi PlayStation televizor qo'yuvdik o'sha paytda. Hamma joy alg'ov-dalg'ov yotdi 2016-yil avgust-sentyabr oylarida. Keyin boshqatdan tikladik, keyin sekin-sekin tiklab shu darajada zo'r bo'lib ketdi. Akamga dom oldik. Uylarni buzib boshqatdan imkoniyat cheklangan dedingiz-ku, nuqsoni bor sharoitlar qildik. Ana masovda qiynaldik, o'zimizga chiroyli qilib sharoitlar qilib, dom sifat qilib, akamga, o'zimga uy qilib, shu uchastka qilib narsalar qilib oldik, ishlar yaxshi bo'lib ketdi. Lekin qoyil qolgan. Bosarkanlar. Soqqani bos. Motivatsiya emas, Yo'q, bari aytadi yari, bo'ladi yari. Anaqa bo'lsa endi. Zombiga otib tashirsa ham shunga o'xshaydi. Shunaqa. Shu do'stlarimiz lekin gap irodangizga qoyil bo'ladi. Do'stlar ko'magi ostida davay. Do'stlaringiz ham, qarindoshlaringiz ham lekin yaxshi. Ichida endi bitta-ikkitasi bor-ku, endi do'stlarning ichida endi ko'p yaxshisi ko'proq. Yaxshisi ko'proq. Men birga kelgan o'rtoqlaringiz bular yaxshisiga kiradimi, yomoniga kiradimi? Bu o'rtasiga kiradi bu. Yaxshi bu ham yaxshi. Bu payt chaqirsam keladi, mana yurib olib borib kelsam olib keladi, boshqa bo'ladi. Shunaqa. Rahmat deymiz. Ismlarini aytib qo'ying, sizni olib kelgan. Sanjar. Mashina haydab keldilar. Sanjar. Sanjar aka. Rahmat kattakon. Hozir ham boshida haydaysiz o'zingiz-a? O'zim ham haydayman. Hozir boshida haydaysiz. Bitta video qildinglar-ku, bugun Nexikka haydaymiz. Nimadir, nima qilasizlar o'sha videoda? Men uncha tushunmayman. Yo, bitta qo'lda haydash. Bitta qo'lda bo'lsa haydasa bo'ladi. Va ana skoroskga solib, bu qilib ulgurib shunaqa haydayman. Haydab yuraman, dadam mashinasi bor, o'zim ehtiyojimga o'zim zaruratimga bo'lsa, hali ham men uni haydab yuraman. Endi qiyinchilik bo'lganda, risk pavotlar. Avtomat korobka bo'lsa, bemalol, masalan, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydimi? Uni avtomat haydab ko'rmadim, lekin endi o'zimizda ham mashinasi borligi uchun shuni minib turaman. Hozir endi zapravka bo'lmog'i uchun minmayapmiz. Yaxshi. Endi mana shaharlarda baribir qiyin bo'lsa kerak. Endi bu 2026 maqsadga qo'ydik. Xudo xolasa bitta avtomat olib minib ko'ramiz. Endi asosan siz shu yangi yo'l o'zida anaqilar ekansiz. Ijodlarimiz yangi yo'lda, endi shaharga chiqish ham niyat bor. Chiqish niyat yo'qmi? Bor, chiqmoqchiman. Endi mashina olsalar chiqadilar. Shu birinchi endi mashina bor. Endi ana bironta 7 ta odamli, 14 ta odamli oling-da, sizlar bizani ham olib berasiz. Bo'ldi. Nima mo'ljal endi 26 da mashina reja qo'yasiz. Endi bizga Spark bo'lsa ham bo'laveradi, ixchamroq avtomat bo'lsa shunga boshlanishiga. Bularchi men bilaman, Spark bo'lsa ham bo'laveradi, keyin 1 yildan keyin 6 oydan kamtar odamlik. Mana bizni anaqa olib tashladik, bir bola plus nimadir elektromobil tam gibrid. Arunda bo'lar ekanda. Uyimiz yorib ketdi, keyin 19 yoshimda men oldim deydi. O'shanlar ekanda. Endi bizga yaqin-yoqqa borib kelishga, o'zimiz ishimizga, shu ko'chada yurishga bo'lsa bo'ladi. Endi niyat kim niyat qilmaydi? Endi yoningizdan zo'r mashina o'tib ketsa, qachon mana minarkim niyat qiladi-ku. Niyat katta bo'laver. Niyat katta qiladi. Tog'day so'rasang, tomday beradi deydi-ku. Shunaqa buyligi ham o'zi blogerlik bu darajada bo'lib ketadi deb o'ylamagandik, o'ylamagan ishlar bo'lib ketdi. Maqsadimiz edi endi 15 mingta bo'lish, yangilikcha 15 mingta bo'lsa ekan deb maqsad qo'ydik. Kattaroq qo'yish kerak ekan, hozir 20 mingtadan oshib ketdik. Polni trenddasiz deyapman. Shunaqa 20 mingtadan oshib ketdik. Endi mashina ham olish niyat bor edi-ku, pul ham anaqa edi. Endi kompyuter tarozga qo'ydik, kompyuter. Prosta uy qurdiydi bu yilda. Ancha bo'ldi. Kechadan beri qurdiydi uy. Bu yil endi 5-kvartiramni oldim. O'shancha mashina ololmay qoldi. Hali kvartiraga olmadik. Kompyuter sal eskiroqdi, kompyuterlarni yangiladik. Bo'ladi. $1000 tushganda, 28. Odamlar duosini olasiz, xudo xolasa. Ana shunaqa duoning orqasida katta maqsadimizni ro'yobga chiqardik. Uydagilarni umra safariga jo'natdik yaqinda akam bilan. Hali ham o'sha yerda ular. Islomga borib kelishsin, ibodatingiz. Shu eng katta maqsadimiz shudir. Jo'natdik akam bilan birga jo'natdik insha. Ortig'i bilan bo'laversin, bundan buyon ham shunaqa chiqilib kam bo'lmay. Endi nima desam ekan, hamma narsaga oliy hakam bor, vaqt masalalari. Men odatda mana shu suhbatning oxirlarida ham tochkaliroq bir savol berishga harakat qilaman. Har qanaqa podkastlarda chiqqanimda ham, o'zi bitta bunda emas, boshqa podkastlar olib borganimizda ham
sizga bitta savol bermoqchi edim. Mana aktivistsizda, muammolarni ham olib chiqasiz. Mana stol tennisi, Parastol tennisga ham qatnashib turamiz. Parastol tennisini ham olib chiqdingiz, ijtimoiy masalalarni olib chiqyapsiz. Baribir faolsizda, hali fuqarolik jamiyatining odamisiz. Ha, shunaqa. Aktivist prezident bilan uchrashib qolsangiz nima so'rardingiz? O'zingizdan tashlab qolasiz. Nima tanlaysiz? Baxtmi, sog'likmi, pulmi? Endi u savol puli yo'q odamga pul kerak, puli bor odamga sog'liq kerak deb o'ylab shu savolni beramiz. Endi trendga chiqqan savollarimizda. Lekin prezidentni hech o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Shu o'zi kompyuterxonangizga kirib kelib qoldilar masalan. Chunki ko'p yuryaptilar, xalq ichiga kiryaptilar masalan. Hech ana o'ylanmagan Даже savol. Anamal Sovuda ali Uchtepada bitta kvartiraga kirganlar bitta. Rus millatli bitta odam. Qo'rqib ketgan. Qo'rqib ketdi. Ala qilib, uznali меня. Endi bilmadim. Biz imkoniyat cheklanganlarga ko'proq sharoit qilib berishlarini so'raymiz-da endi. Ya endi unaqa dejurniy ответ qilmaydi. Endi o'zimizga to'g'risi endi o'zimizga so'rasak, o'zimiz ishlab turibmiz boshqa botdi, lekin hech endi o'zimizga ham so'rashimiz mumkindir, endi bilmadim endi. Uni aytmayman sizlarga. O'zimizgina o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Endi hamma o'zidan kelib chiqib gapiradi. Endi yon atrofimizga yordam bering deydi-ku endi. To'g'ri. Endi atrofdagilarga o'zi so'rash kerak ekan birinchi. Ha, shunaqa. Shunaqa. Qo'shning bo'yrosa bir chetida o'zing o'tirasan deydi-yu. Ha, o'zimiz endi ishlab turibmiz-ku, endi sog'lom bo'lmasak ham endi sog'lommiz, tirikchiligimiz o'tyapti, kimdandir kam, kimdandir ko'p yashayotgandirmiz. Endi men ishonch bildirib aytishim mumkin, agar sizni ko'rib qolsalar, so'ramasangiz ham normalniy sizga bir nima deydi, rag'batlantirish beradilar. Chunki odamlarda baribir ilhom uyg'otyapsiz. To'g'risini aytsam, gap u sizni qo'lingiz holati boshqada emas, o'zi yaxshi olib chiqyapsiz-da, videolarni ham ta'sirli bo'lyapti, ta'sirchan narsalarni ham, bir pozitivniy narsalarni ham yaxshi olib chiqyapsiz. Odatda misol uchun mana Nurzida degan bitta xonanda qiz bilan ko'rishdilar prezidentimiz. O'shanda aytdilar-da, men sizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzataman, taniyman, qizim, seni taniyman deb gapirdilar-da. Oldingizga kelib qolsalar ham bilaveringki, bekordan emas, blokni yurg'izavering. Instagram ko'rayotganlarda tirs etib video chiqsa, men mana shu jiyanni oldiga yuborlaringiz. Deb qo'salar. Hech gap emas. Ajabmas. Gap emas. Endi oldin masalan katta san'atkorlarni, boshqa misol uchun mashhur odamlarni televizorda ko'rib qolib, masalan davlat rahbarlari yo radioda eshitib qolib nazarga tushganda endi. Hozir endi ijtimoiy tarmoqlar bo'lib ketdi, hammaning o'zining telekanali bor. Bahodirni ham o'zini futblogerskiy kanali bor YouTube'da. Mr. Blogger. Mr. Ubaydullayev. Mr. Ubaydullayev. YouTube'larga olib chiqadi. Mayli. Ijodni bostirishimiz kerak. Siz bilan hamkorlik qilishdan doim xursandmiz. Podkastimizga kelganingiz uchun ham minnatdorchilik bildiramiz. Vaqtingizni ayamasdan ertalabda mana yangi yo'ldan kelyapsiz. Siz bilan birga kelgan insonlarga ham o'zimiz ham minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kam bo'lishmasin. Centro studiyaga ham qattiq rahmat. Bizga sharoit yaratib berishdi. Shunchalik kam bo'lmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deymiz. Podkast oxirida qanaqadir niyatlaringiz bo'lsa, bildirsangiz bo'ladi. Niyatlar qanaqa? Niyatlar kuzatuvchiligi o'z fikringiz va qanaqa tilaklaringiz. Birkam dunyoni kuzatishda davom etinglar. Biz maqsadlarimiz katta. Xudo xolasa kelasi yil yangi yilgacha kamida 1 millionta bo'laylik. Xudo xolasa. Odamlarga yaxshilik qilish maqsadimiz, eng oliy maqsadimiz. O'zimizga o'xshagan imkoniyat cheklanganlarga, qiynalganlarga ehsonlar qilish, hadyalar berish maqsadimiz. Buyuk katta maqsadimiz. Birimizdan kam qilmasin. Sizlar bilan o'tdan podkast taqdimoti va Mr. Ubaydullayev, ya'ni Bahodir Ubaydullayev hamda Ulug'bek Mamatxonov sizlar bilan bo'ldi. Demak, bugungi barcha sekin yakunlaysak ham bo'ladi. Kuzatib boringlar, bizdan qo'llab-quvvatlanglar, yaqinlarga yuborib, polni trendga chiqib ketinglar. Ana aytdilar-yu, milliontaga yetinglar deb. Biz ham kam bo'lmaylar. Endi biz Chapani to'yini kuzatishda ham davom etinglar. Chapani TV, o'tda YouTube kanali. YouTube kanalini kuzatib boringlar. Demak, navbatdagi mehmonimiz kim bo'lishini menimcha endi kommentariyada o'ziga
aniq qilsa yaxshi bo'lardi. Biz o'ylanib Obunachilar. qolamiz kimlarni chaqirsak. Kimni o'ylash aniq qolyapmiz. Obunachilardan bir o'rtoqlarni, do'stlarimizni taklif qilyapmiz. Ha, Yaqin insonlarni. tanish bilishlik bo'lib ketyapti. Yozinglar kimlarni yana suhbatlardan bahramand bo'lmoqchisizlar, imkon qadar aloqaga chiqib chaqirib ko'ramiz. Bu mashhur odamlarga bitta sinov ham bo'ladi. Qani kelishadimi yo'qmi deydi. Kelishadi xohlasa.